Kuz-qish mavsumida aholini tabiiy gaz, elektr energiyasi va isitish tizimlari bilan muntazam ta'minlash muhim masalalardan hisoblanadi. Ana shu maqsadda Xalq demokratik partiyasi tomonidan Toshkent viloyatining 22 ta tumani va shahrida kommunal sohadagi xizmatlarning sifati va samaradorligida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilishdi. Hozir shu haqda. Mazkur o'rganish natijasida viloyatda kommunal sohaga mas'ul tashkilotlar mutasaddilari, elektorat va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida ochiq muhokama etildi. Avvaliga barcha tuman shaharlardan kelgan deputatlarning o'rganish natijalari tinglandi. Toshkent viloyatidan saylangan deputatlar bilan o'z hududlarimizda o'rganishlar olib borganmiz, saylovchilarimiz bilan bevosita uchrashganmiz, o'zimizga tegishli bo'lgan ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni bu maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktablar va tibbiyot muassasalarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish masalalarini bevosita o'rganib chiqqanmiz va o'rganib chiqqan xulosalarimiz va bizni saylovchilarimizdan kelib tushgan takliflar, e'tirozlarni inobatga olgan holatda mana bugun aynan Toshkent viloyati Nurafshon shahrida jamoatchilik eshituvi bo'lib o'tmoqda. Shu bilan birgalikda shu 22 ta tuman shaharda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish masalasida shtablar tashkil etilgan bo'lib, shu shtablar bevosita shu ijtimoiy tarmoqlarda batafsil ma'lumotlari va qaysi yo'nalish bo'yicha muammoga duch keladigan bo'lsak, o'zlarini shu aloqa vositalarini axborot sifatida ma'lumot berib bormoqda. Aniqlangan muammoli holatlar, yechimini kutayotgan masalalar bo'yicha amaliy muloqot tashkil etildi. Jamoatchilik eshituvi tartibidagi yig'ilishda Toshkent viloyatida kommunal xizmatlar ko'rsatishga mas'ul idoralar mutasaddilari elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va ko'mir ta'minoti holati haqida axborotlarni taqdim etishdi. Qayd etilishicha, o'rganish jarayonida ko'rilgan kamchiliklarni hal etish bo'yicha Xalq demokratik partiyasining tuman, shahar, shuningdek viloyat kengashlaridagi deputatlari tomonidan mutasaddi tashkilotlarga deputatlik so'rovlari yuborilgan. Bugungi yig'ilishimizda biz joylardagi deputatlarimiz o'rganish natijalarini, shu bilan birgalikda mana shu sohani mutasaddi vakillarini hisobotlarini eshitdik va bundan ko'rinyaptiki, hali bu sohada qilinishi kerak bo'ladigan ishlarimiz bor. Hali ham mamlakatimizda ob-havo iliqligi sababli uncha muammolar ko'rilmayapti. Agar ertaga qish haqiqatdan keladigan bo'lsa, bu muammolar yaqqol ko'rinib qolishi mumkin. Shuning masalasida bugungi yig'ilishimizda biz alohida qaror qabul qildik. Xalq deputatlari viloyat kengashiga ham bu masalani kun tartibiga kirgizib, boshqa mutasaddi tashkilot rahbarlarini hisobotlarini eshitishni belgilaganmiz. Bu masalalar Toshkent viloyatining 22 ta shahar tumanlarida davom etadi. Xalq demokratik partiyasi deputatlari va faollardan iborat ishchi guruhlar respublikamizning boshqa hududlarida ham o'rganish va deputatlik nazorati tadbirlarini davom ettirmoqda.